bir boy oilani qizi bilan sevishib yuraman, u ham meni sevadi, men ham uni sevaman, va'dalashib qo'yganmiz. Nima bo'ldi? Mendan boy oiladan sovchi kelib, o'sha oilaga tegib ketdi, o'sha oilaga kelin bo'lib ketdi. Men alamdan qiynalib, azoblanib yuribman. Ota-onam ko'rimsizroq, o'ziga ko'p oro bermaydigan, bo'yoq-soyoqqa qiziqmaydigan, bir oddiyroq ota-onasi yo'q yetim qizga uylantirib qo'ydi deydi. Uylantirib qo'ydi, to'yimiz bo'ldi, yashab yuribman, unda ko'nglim yo'q. Unga ko'p e'tibor bermayman. Xullas, unga yaxshi gapirmayman, yaxshi muomala qilmayman deydi. Nima bo'ldi? Orada 5-6 oy o'tib avariya bo'lib qoldim. Avariyada to'shakka mixlanib qoldim. Shu mixlanib qolganimda hattoki hojatimni o'zim qila olmasdim. Hojatimni o'sha ayolim qildirib qo'yardi. O'sha ayolim hojatimni necha qildirib qo'yardi. To'shakka mixlanib qolganman, ovqatimni o'zim yeya olmayman. Kimga keraksiz bo'lib qoldim. Даже ota-onamga keraksiz bo'lib qoldim. Ota-onam malomat qiladigan bo'lib qoldim. Lekin o'sha ayolim menga oyoq, menga qo'l bo'ldi. Hojatimni o'zim qila olmaydigan paytimda hojatim qildirib qo'yadigan bo'ldi. Qiynalib ketganman, to'shakda mixlanib yotaman. Hattoki pampersimgacha almashtirib qo'yardi deydi. To'shakda mixlanib yotaman. Alamdan yig'layman, ey Allohim, meni buncha qiynama, bo'ldi, jonimni ol. Qiynalib ketdim, yaqinlarimni ham qiynamay desam, ayolim dod hisob yig'laydi. Dod hisob yig'laydi. Dadasi unday demang, men siz nima qilaman? Sizdan boshqa suyanchim yo'q. Mayli mana shunday yashasangiz ham, lekin o'lmang. Men mana shu holingizni ham sizni juda ham qattiq sevaman deb aytadi. Alam qiladi deydi. Bir tomondan kuch bo'ladi, bir tomondan alam qiladi menga shu gaplar. Shu oradan 1 yilcha o'tib oyoqqa turib boshladim deydi. O'sha ayolimni menga bergan kuchi, o'sha ayolimni menga bergan mehri bilan oyoqqa turib ketdim deydi. Men shuni tushunib yetdim. Ayolni chiroyiga emas, puliga emas, qalbidagi mehriga qarab uylanish kerak ekan. Qarab o'shanga qarab sevish kerak ekan.